Assalamu alaykum Şərq Türkistonluq aziz qarindoshlar. Dünya Uyghur Qurultayı tərəfindən təsdiqlanğan Tor televiziyasının bugünkü Hepti xəverlər proqramına xoş gəldinizlər. Mən Fərhad Yoldaş. Oldindan hamınızlarni yurakdan salomlayman. Tövəndə 2018 yılının axirqi heptisi bilan 2019 yılının tunji heptisi dünyada Uyg'urlar münasibətli yüz bergan mühim hodisalardan sizlarni qisqacha xabardor qilib berishimiz. Diqqatli bo'linglar. Xalqaro kechirim tashkiloti Angliya mustaqillik gazetasi suhbat e'lon qilib, Xitoyning Uyg'ur musulmonlarini qamg'an qayta tarbiyalash markazlarining urush davridagi jazo lagerlarida boshqarilayotganligini bayon qilgan. Bu xalqarodagi mazkur nufuzli kishi huquq tashkilotining tunji qatim bu o'rinlarga jazo lageri degan atalg'ini ishlatishidir. Bu so'zni xalqaro kechirim tashkilotining tadqiqotchisi Patrik Pun mustaqillik gazetining ziyoratini qabul qilganda ta'kidlagan. Patrik Pun bu lagerlarning ko'lami qo'rqinchli darajada zo'r ekanligini eskartib, biz yaqinqi zamon Xitoy tarixida bunchalik zo'r sonli kishining bundoq zo'r ko'lamli lagerlarga qamalishini ko'rib boqmagandir degan. Her soatga Uyg'ur sarxonlarining tutqun qilinayotganligi dalilinayotgan bir mezgilda el so'ygan küldürgü ve itot çolpini Adil Mejitning yaqinda tutqun qilinib haj qilganligi sababi bilan 3 yil kesilganligiga doir uchurlar chet ellardagi Uyg'ur jamoatchiligida andish paydo qilmoqda. Adil Mejitning Turkiyada yashayotgan qizi garchi bu uchurning to'g'riligini jazmlashtirmagan bo'lsa-mu, ammo 2 noyabrdan e'tiboran dadasi bilan aloqasining butunlay uzilib qolganligini va yangi yurak operatsiyasi qilib, texi to'liq asli kelib bo'lolmagan dadasining salomatligidan qattiq ansirayotganligini bildirdi. Dünya Uyghur Qurultayı İcra Komitetining raisi Ömer Qanat, Amerika Uyghur Kişilik Huquq Qurilishining direktori Nuriddin Turkal va Amerika Kişilik Huquq Qurilishining tashqi aloqa direktori Luisa Xanullarning ta'kid topgan heyət 18 dekabr kuni Oqsaroyni ziyorat qilib, Amerika Bexatarlik Komitetining mas'ul xodimlari bilan ko'rishdi va xalqaro siyosiy sahnada ilitilgan Uyg'ur davosining yuridik taraqqiyot yuzlanishi haqida suhbat olib bordi. Şərq Türkistondagi lagerlar qamalgan Müslümanlar tutqundan maxfiy holda Xitoy o'lkalarga yo'tqilayotganligi haqidagi xabarlarning o'tirib chiqishiga ergishib, navbatda oz degandan 500 ming Uyg'ur tutqunni Shanxi, Gansu, Shikimongol va Xeylongjiang qatorliq ichkiri Xitoy o'lkalariga tarqoqlashtirish vazifasining jiddiy o'rinlanayotganligi ma'lum bo'lmoqda. Zimiston jurnalining Xeylongjiang o'lkasidagi bir soqchi amaldorining so'zini naql keltirishicha, u kishi navbatda Şinjan'daki tarbiyalash markazlari xalqaroning zo'r diqqatini qo'zg'atyapti. Shunga biz yuqorining buyrug'i bo'yicha bu kishilarni ichkiri o'lkalarga tarqoqlashtiryapmiz. Shundaq bo'lganda tashkilotga kelganlar hech qanday lagerni ko'rmaydi degan. Ma'lum bo'lishicha, bu yil sentabrda Qashqardan o'tkazilgan zo'r bir turkum Uyg'ur tutqunlar qat'iy maxfiy shaklda o'tkazilgan. Mahbuslarning yangi muhit bilan tanisha olmasligi uchun ular yangi turmga o'xshim ilib kelingan. Türmünün ismi, türmü içindeki mezkur türmünün qaysi türmü ekanligini ko'rsatgan har qanday belgi birdagilik etilgan. Bunun bilan bu tutqunlar hatto o'zining qayerda ekanligini bilmaydigan olib chiqqan. Malayziyadagi cho'ng gazetadan bo'lgan Cholpon gazetining 18 dekabrdagi xabarda aytilishicha, Malayziya hukumati izchil har qanday millatga qaratilgan har qanday shakldagi zulm va bostirishni qattiq ayblaydiganligini bildirib kelayotgan bo'lib, Bağın Tashqi ishlar ministri Datut Yahya bu masalada Uyg'urlarning alohida misol sifatida tilga bu vaqt so'z qilib, Uyg'urlarning beshi kelayotgan kulfatlarga qarata Malayziya hukumati o'zining ko'z qarashlarini hamda tavsiyalarini ifodaladi. Shundaqla Xitoy hukumatini boshqalarning haq va huquqlariga, bo'lib diniy e'tiqodiga hurmat qilishga chaqirdi degan. Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz qatorliq turkiy millatlarni tarbiyalash markazlarida atalgan jazo lagerlariga solishiga bo'lgan norozilik harakatlari Rossiyaning Tatariston Jumhuriyatining poytaxti Qozondimi yuz berdi. 26 dekabr kuni Qozon shahridagi bir to'p tatar faoliyatchilari turli pankartlarni ko'tarib, norozilik yig'ilishi o'tkazib, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bexatarlik kengashini Xitoyning Uyg'ur qatorliq turkiy millatlarga qaratgan siyosatini ayblashga chaqirdi. Dünya Uyghur Qurultayıning raisi Dolqin Aysaferdi, yangi yillik televizion nutqida 2018 yil qo'lga keltirilgan natijalarni muayyanlashtirish bilan birga 2019 yilning Uyg'urlar uchun yana og'ir kulfatlarga to'lgan bir yil bo'lganligini tilga oldi. Bu so'zning oxirida muajiratdagi Uyg'urlarni faol harakatga kelib, 2019 yilning dunyo miqyosida Uyg'ur yili bo'lishini qo'lga keltirish istaklarini bayon qilib o'tdi. Darvaqa 2018 yil muajiratdagi
Uyg'urlar Xitoyning Sharq Turkistonda tasdiqlagan jazo lagerlariga qarshi namoyish qilish, imzo to'plash faoliyatini qanot yoydirish, guvohlik berish va uzun musofalarga yurish qilish qatorliq shakllarda o'z noroziliklarini ifodalab qilib, Uyg'urlar masalasining xalqaro matbuotlarning qiziq temasiga o'ynashiga ta'sir ko'rsatgan edi. Bu xildagi faoliyatda 2019-yil yana zo'r ko'lamda qanot yoydirildi. Yangi yil harfisida RFA'ning ziyoratini qilgan Sharq Turkiston Ma'rif va hamkorlik jamiyatining raisi Hidoyatullo O'zxon apandi Sharq Turkiston davosining Turkiyada 2018-yili 2017-yilga silishtirganda yuqori ko'tarilganligini bildirdi. U 2018-yilda Turkiya hukumati bilan Xitoy hukumati o'rtasida o'zaro ziyoratning ko'payib ketishi Turkiyadagi Uyg'urlarning ansizligi sog'an bo'lsa-mu, ammo Turkiyadagi Sharq Turkiston ommaviy tashkilotlarining Xitoyga qarshi norozilik faoliyatining hech qanday cheklamaga uchramaganligini bayon qildi. 2009-yil yuz bergan 5-yil Urumchi voqeasidan keyin Turkiyaga ko'chib kelgan Uyg'urlarning soni ko'paygan. Turkiya Ichki ishlar ministri Sulaymon Soylu apandi 28-dekabr kuni tarqatgan Twitter uchurida Turkiyada iqomat bilan turayotgan Uyg'urlar sonining 20 ming ekanligini yozgan. Undaqda 2018-yilda Turkiyada qanchalik Uyg'urning iqomat masalasi hal bo'ldi? Iqomat hal bo'lmaganlarning soni qanchalik? Hidoyatullo O'zxon apandi 2018-yilda 10 ming atrofli Uyg'urning iqomat olganligini, 1000 atrofli Uyg'urning iqomatning hal bo'lmaganligini, 2019-yilda Uyg'urlarning vatandoshlik ishini hal qilishga davomli kirishganligini bayon qildi. Kanada Uyg'ur jamiyatining raisi Tuyg'un Abdullayev RFA'ga bildirishicha, Kanada Sharq Turkiston jamiyati 2018-yilda xizmatida Uyg'urlarning navbatdagi vaziyatiga qarata davomli sukut turayotgan musulmon ellardagi jamoatni qo'zg'ash va ularning istaishligini qo'l keltirishni o'zlarining asosli xizmat nishoni qilgan. Dunyo huquqiy muhojirlik komitetining mudir Mehmet To'xta apandimi RFA'ning ziyoratini qabul qilib, navbatda Uyg'urlar duch kelayotgan hayot mamatlik bu vaziyatga nisbatan musulmon ellarning sukut turishidek pasif vaziyatni o'zgartirish uchun g'alib davlatlaridagi Uyg'ur jamoati va Uyg'ur tashkilotlarining Uyg'urlar ahvoli haqidagi tashviqotni musulmon jamoatiga anglitishni o'z xizmatlarining muhim bir nuqtasi qilish kerakligini bildirdi. Mehmet To'xta apandi yana o'zining dunyo huquqining muhojirlar xizmatiga mas'ul xodim bo'lishdek salohiyatiga asosan Uyg'urlar masalasini Kanada hukumatiga olib chiqilganlik olmasdan, balki yana Kanadadagi musulmon jamoati to'planadigan turli yig'ilishlarda olib kelayotganligini bildirdi. 29-dekabr Germaniyaning Nuremberg shahridagi turk jamoati o'zligidan qo'zg'alib, Xitoyning Sharq Turkistondagi jazo lagerlariga va bu rayondagi inson qilibdan chiqqan bostirish siyosatiga qarshi norozilik namoyishi olib bordi. 21-dekabr kuni Berlindagi Alperin uchoqlari deb atalgan turk tashkiloti o'zligidan namoyish uyushtirib, Xitoyning Uyg'urlar ustidan yurilayotgan zulm siyosatiga qarshi noroziligini bildirgan edi. Nuremberg shahrida o'tkazilgan 29-dekabrdagi namoyishga Germaniyaning har qaysi shaharlarida yashaydigan bir qism Uyg'urlar uzun masofalarni besib kelib qatnashgan. Namoyishning lozungilari va turli vesiqalarga irqiy qirg'inchilik to'xtatilsin, jazo lagerlari amaldan qoldirilsin, Uyg'urlarga erkinlik, Xitoy terrorist degandek turli shiorlar yozilgan. Dunyo Uyg'ur qurultiyi ijro komitetining raisi va Amerika Uyg'ur ishchi huquq qurilishining boshlig'i Umarxon apandi 27-dekabr kuni Yer shari pochtasi nomli tor jurnalida Xitoy chet elliklarning mustaqil tekshirishiga tayyorlab ko'rayotgandi mavzuliq maqola e'lon qilib, dunyo jamoatchiligini bu masalalik sezgurligini oshirishga da'vat qildi. Bu maqolasida yaqinda buyon Sharq Turkistonda yerlik doiralarning hozir bir qism lagerlarning tomdiridagi tikanlik simlarni elitishga boshlaganligi. Doiralarning Uyg'urlarning uylariga kirib tekshiruvchilar kelib qolsa, lagerni qilib olmaslik haqida tanbeh berayotganligi haqida oshkorlangan usullardan Xitoy hukumatining xalqaro bir tekshirish yurgizishda ehtimolga qarshi tayyorlab ko'rayotganligini jazmlashtirib bo'lganligini bildirgan. U yana lagerdagi majburiy emgak masalasini surish qilishga chaqirgan. Turkiyaning har qaysi joylarida Xitoyga qarshi norozilik faoliyatlari va Uyg'urlarning hozirgi vaziyatini o'tirib qo'yish uchun to'xtatib berish, matbuot bayonot e'lon qilish faoliyatları kun sayin ko'paymoqda. 29-dekabr kuni Anqaradagi tarix tadqiqot idorasining zalida Dunyo Turk Birlik Tashkiloti Uyg'urlarning eg'ir vaziyati to'g'risida matbuot bayonot e'lon qilish yerini o'tkazdi. Shu kuni yana 29-dekabr oqshom Turkiyaning Çankırı shahrida Turkiyadagi eng chong ommaviy tashkilotlardan biri bo'lgan kadrlar uyushmasi bilan Turk uchoqlari tashkiloti Xitoyning Uyg'urlarga qilib berayotgan besim siyosiy norozilik bildirish shundaqla Xitoyning Uyg'urlarga qilib berayotgan eg'ir besim siyosatini va buning sabablarini o'rtaga qo'yish uchun yurish faoliyatlarini o'tkazdi.
30 dekabr kuni Turkiyaning eng chong viloyatlaridan biri bo'lgan Sivas viloyatidagi Sivas shahar markazida Xalqaro o'choqlar tashkiloti uyushtirishi bilan Xitoyga norozilik bildirish namoyishi o'tkazilgan. Namoyishga 350 atrofida kishi qatnashgan. Turkiyaning har qaysi viloyat va shaharlarida har kun degidek Uyg'urlarni qo'llash, Xitoyni ayblaydigan Turk hukumatini Uyg'urlarga ega chiqishga chaqirgan faoliyatlar o'tkazilmoqda. Xitoy hukumatining Sharq Turkistonda yurilayotgan diniy bostirishlari va kishilik huquq dafsandichilikları yuqori pallaga chiqayotgan bir paytda 2019-yili Sharq Turkiston texnik qattiq bostirishning davom qildiganligidan bishoratlar berilmoqda. 1-yanvar kuni Xitoyning Tangtaq to'riga besilgan xabar qaraganda Uyg'ur Abdunalloh partkom yig'ini ichib, Xi Jinpingning yangi yillik tabrik so'zining ro'yini o'rganishda safarbarlik chaqirish qilgan. Xabardan ma'lum bo'lishicha, mazkur yig'inda kelgusi 1 yilda rayonning muqimligi uchun ilib berilgan bir qator janglar tanishtirilgan. Bundan boshqa Uyg'ur rayonidagi 3 viloyat bir oblastni asosli jang maydoniga aylantirish. Bu xil jang maydonida qo'sh-mushni yaxshi etish orqali bo'lginchilik va asabiylikka taqobil turish alohida ta'kidlangan. Kuvayt parlamentining ma'mur raisi Usama Shoyinning 1-yanvar kuni Kuvayt parlamentida Uyg'ur diyoridagi jazo lagerlari masalasini tilga kelishi kuchli diqqat qozonmoqda. Usama Shoyin parlament qilgan so'zda oldingi kunlar Xotan Qarqashning Zavoy yezisida sovuq to'nlab bo'lgan bir Uyg'ur narsisining rasmini hamda jazo lagerlariga oid rasmlarni ko'rsatib turib, Uyg'urlarning ig'ir kulfatlarini, Xitoyning jazo lagerlaridagi insoniyatga qarshi jinoyatlarini tilga olgan. Bu sözde Uyg'urlarning islom dinini 1000 yillarga ilgari qabul qilgan musulmon bir millat ekanligini, ularning islomga qo'shgan tadbirlarining nihoyat zo'r ekanligini eslatib o'tgan. Bu yana BDT irqiy ayrımcılıkka qarshi turish komitetining rasmiy doklatiga asosan Sharq Turkistonda 1 milliondan ortiq Uyg'ur musulmonning jazo lagerlariga qamalib, zulmga uchrayotganligini, xalqaro jamiyatning bo'lib islom dunyosining buning qarda yetarli darajada ko'ngil bilmayotganligini ta'kidlagan. İstanbul aydırımında 70 günden beri tutulan 11 nafar Uygur 12. ayının 29. günü qo'yib berilib Türkiye'ye resmi kirdi. Xitoyning zulmidan qochib Taylandga kelganda tutilib qolgan, keyinchi Tayland turmisidan qochib Malayziya orqali Turkiyaga kelgan 11 nafar Uygur musofir o'tgan yilning oktyabr oylarida İstanbul aydırımında tutulib qilingan edi. Ular İstanbul aydırımında 70 günden ortiq tutib turilgandan keyin 2018-yilda 12. ayning 29. günü erkinlikka chiqdi va Turkiyaga kirish uchun ruxsat berildi. Merkezi Germaniyadagi Hadid asriki xalqlar tashkiloti 100 yillik tunji kunida Germaniya bosh ministri Angela Merkelga imzo xati yo'llab, Sharq Turkistondagi jazo lagerlariga qarshi faoliyat boshladi. Hadid asriki xalqlar tashkilotining 2019-yillik tunji faoliyatini Uyg'urlarni qo'llash bilan boshlashi kuchli diqqat qo'zg'adi. Xitoy hukumati mazkur tashkilot ustidan o'tgan yili BDTga arz sunib, uning BDTdagi kuzatuvchilar salohiyatini bekor qilishni talab qilgan bo'lsa-mu, ammo maqsadiga yetolmagan. Mazkur tashkilot uyushtirilgan bu qatimliq imzo to'plash faoliyatining bosh temasi Xitoy jazo lagerlarini darhol topsin degan iborat. Refiyaning ziyoratini qabul qilgan ilon to'pni qo'llash guruhining raisi Anvarjon apandi mazkur guruhining 2019-yillik planlari haqida to'xtalib o'tdi. Bu bayonida ilon to'pni 2019-yillik Nobel tinchlik mukofoti, Sakharov erkinlik mukofoti qatorli xalqaro kishilik huquq mukofotlariga nomzod qilib ko'rsatish va ilon to'pni muhokama yig'ilib uyushtirish qatorli faoliyatlarda bo'lganligini bildirdi. U yana o'zining navbatda Yevropa parlamenti va Amerika qatorli g'arb demokratik ellardagi ta'sir kuchli siyosiy arboblarning qo'llashini qo'lga keltirish uchun tirishchilik ko'rsatayotganligini ta'kidladi. Anvarjon apandi yana ilon to'xta apandini xalqaro mukofotga ko'rishning xalqaro jamiyatning Uyg'ur masalasiga bo'lgan diqqatini yanada kuchaytirishda muhim ahamiyatga ega ekanligini ta'kidlab o'tdi. Kanada Sharq Turkiston jamiyatining o'rlashtirishi bilan 4-yanvar kuni Kanadaning Toronto, Montreal va Vancouver shaharlarida Xitoyga qarshi keng ko'lamli namoyish o'tkazildi. Namoyishga bu shaharda yashayotgan ko'p sonli Uyg'urlardan boshqa yana Kanadada Xitoy hukumati qarshi faoliyat olib berayotgan Xitoy demokratlari, Tibetliklar, Falun Gongchilar va bir erkinlik dunyo tashkilotining a'zolari ovoz qo'shgan. Namoyishlar jarayonida Xitoyning qayta tarbiyalash markazlari nomidagi jazo lagerlariga qamalgan Uyg'urlarni shartsiz qo'yib berish, Xitoy turmusida yillardan buyon qamalib yetayotgan Husayn Jilini ozod qilish, Xitoy hukumati yaqin tutqun qilgan Kanada fuqarolarini qo'yib berish talab qilinib, Xitoyga qarshi norozilik shiorlari to'langan.
Türkiye'nin İstanbul şəhər turvatqan Ali Ekber Efendi başçılığı 9 Uygurlarning hozirgi eg'ir vaziyatli kishilarni diqqat e'tiborini tortish. Shundaqla Türkiye davlat raisi Recep Tayyip Erdoğan'a Uygurlarning eg'ir vaziyati bayon qilingan bir parcha xatni o'z qo'li bilan topshirish uchun 15 dekabr kuni İstanbuldan Anqaraga qarab piyoda yo'lga chiqqan edi. Bularning soni yo'lda qo'shilgan Uygurlar bilan 60 dan oshgan. 3 yanvar kuni Anqaraga 80 kilometr qolgan Qizilchi Hammam noyisida 20 ta Türk saqchisi ularni oldini to'sib olib, Mongol qo'ygan. Neticede Ali Ekber Hacım başçılığındaki namoyishchilar bu qatimki yurishni to'xtatib İstanbul qaytishga majbur bo'lgaydi. Tövende istansimizning Türkiye'deki vakalatchisi Erkin Efendimning Qizilchi Hammamdan bergan naq maydon xabarini diqqatingizga sunamiz. Biz hozir Anqaraga 85 kilometr uzoqlikdagi Qizilchi Hammam degan yerda hozir. Hammanglarga ma'lum bo'lgandek, bu 12 ayning 15 kuni İstanbul'dan 9 Uygur Ankara'ya qarab yo'lga chiqqan. Bular Qizilchi Hammam degan bu nayi kelgandan keyin 2 kun burun bu yerda Türk saqchilari to'sib olgan edi. 2 kunlik muzokara natijasida bu Uygurlarni Ankara'ga kirgizmaslik qarori chiqibdi. Hozir hamda bu 5-silar bugün. 1 ayning 5 kuni ettigan soat 9, hava nayet soğuk. Bu yerden de bizim Şarkı Türkistanlık Uygurlar devletinin ruhsatı olan bu yerde bir muhbirlarını kütüveliş yığın ötküzmek, muhbirlara bayanat vermekçi hazır. Bu bayanat bir iştim vurun, ola şuvarlarını to'lab bu meydanda şuvar to'lavatida. Hammasının kolda kök bayrak, Türkiye'nin bayrağı ve kök bayrak. Türkiye Şarkı Türkistan'a ilgi çıkıp şu var tolavatı da hazır. Bu Ali Ekber Damolla başçılığı da bir mesela 9 kişi bilen başlayan hazır 60-70 kişi var bu yerde. Uygurlar sizinle gurur duyuyor. Uygurlar sizinle gurur duyuyor. Uygurlar sizinle gurur duyuyor. Uygurlar sizinle gurur duyuyor. Kızılcım Türkistan'dan defol. 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 Xitay Şarkı Türkistan'dan yok kaldı hep şu var tolavatı da hazır. Faşizm China! Faşizm China! Faşizm China! Faşizm China! Faşizm China! Faşizm China! Terörist China! Terörist China! Bir yerde devlet 2 gün müzakereli beriş neticesi de sakçılar muş meydanda muhbirlarga bir bayanat berishni qabul qildi. Mana Ali Ekber Hacım so'zlayapti. Ali Ekber Hacı so'zlayapti hazır. Yani arada yok olan bazı akbarat kurumlarda, akbarat menbalarında 1 milyondan 3 milyon kadar biri var. Emniyette olsa 10 milyonlarca halkımızdaki yok ketayotganligi, bir qirg'inchilik duch kelganligidan iborat. Bu tabii faciani anlatish uchun bu irqiy qirg'inchilikning Sharqiy Turkistonda bugun mushu vaqtda mavjud bir hodisa ekanligini Türk xalqiga, Turkiya hukumatiga, dunyo xalqiga anlatmak uchun bundan keyin bu anlatish orqali dunyo xalqini biz bilan birga turib bu Xitoyning bu irqiy qirg'inchilikqa qarshi turishga chaqirishdan iborat maqsad muddao bilan bu safarni boshlagan edik. Allohga ming shukr olsun. Biz bu safarimizni 21 kun davom ettirdik. Biz Anqaraga berish va Anqaraga borgandan keyin Anqaraga yaqinlashgan vaqtda Reis Erdo'g'onga
Ama xuddi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabalarınki Mekke'ni maksat kılıp, hacz kılışı maksat kılıp, Medine'nin atlanıp, Hudeybiye'ye gelgende toktap kaldı. Okşaş, ismi bu yerde yani Ankara'ya giriş emizlerde toktap kaldı. Bu bunların kusuşu, bunların devlet kanunu, yani devletin talebi takasasıyla doğan olsa, bu bunların mecburiyeti olsa, bu davanı davamlaştırış, bu davanı insanlaştırış, bizim vazifemiz olur. Türkiye, Türk hükümetinin hakiminin olsa, Şarkı Türkistan zemini bu yerdeki hedef biz üçüncü cumhuriyet. Bunun için biz Şarkı Türkistan halkı, yani yurtta takibinin var, bunundaki hedef yürütülürken, belki kollap çıkarılgan, salangan, hükümet sonuçları tecavüz çıkarılgan, bundan bir milletin mutlaka hedefine, aşı halkını kurtuluş için, aşı devletini mutlaka kurtuluş için ne mi kılışı, kandan bir hareket kılışı, haklık oluşu lazım. Biz bunun sahibi, biz bunun haklık ilgisi. Aşı devleti müstakil kılış için, aşı halkımızı kurtuluş için biz kanda faaliyet kılsak, kolumuzdan ne mi gelse şunu kılışmak. Bugün bu kelgenlik için bunu kıldık. Eğer de bunun da mı seviyelikler, bunun da mı salmak ve hırrak kılışma imkaniyetimiz olsa onu kılırız. Bunun için biz sabrımızı tamamlaştırıp bay degende tüm gün 3 gün veya çekmemi boşluğundayken topladık ve sakçılığıyla ve hükümetlikle vakalete kelgen bizden söylediğimiz gibi kelgen kişilerle kayıt söylediğimiz hazırlaşış, sözleşişimizde bugün yani görüşümüzün ikinci görüşü olan bugün Kızılca Hamam şehrinde Ankara'da yakınlaşılan bir şehirde akhirine tamamlayalım. Bu bizimki, bu seferimizdeki akhirqi ödem oldu. Bunun da hem Allah Subhanahu wa Ta'ala'nın hikmeti olsun gerek. Bizim bu limanımız var. Bizim Ankara'da ağamızın, geliş arkalık ağamızın alınған neticeden bu yerde toplak, şimdi bu yerde bitirişten ibaret bu faaliyetimiz alınған neticemiz zor ve faydalanmamız gerek. Onun için biz bu faaliyetimizi tamamlayınız. Allah razı inşallah bir yerden yani biz bu yeniş bu davanın yenişemez. Biz bu davanı kozgattık. Bunun üstünde yani bu davanın devamını bir canlı keyfiyatı tutarış masasına bu harekete başlatkan Allah'ın şükürü her halda biz uygulamanda Hristiyan boğazını şunun bu münasip bir şekilde şunun bir kupa bir şekilde bir netice, bir kozgoluş, bir tesirini olup yaptırdık. Allah razı inşallah bununduğu gülemlik, bununduğu tesirlik hareketlerini, faaliyetlerini eğitimlerimiz ve kılımız Allah razı inşallah.